8-mart bahor nafasi, mehr va go'zallik bayrami. Bahor, havoda iliqlik, atirgul hidi, qushlarning dilbar navolari. Bu fasl nafaqat tabiatni, balki qalblarni ham uyg'otadi, yuraklarni iliqlikka to'ldiradi. Bahor nafaqat go'zallik, balki mehr, nazokat va muhabbat faslidir. Bu fasl go'yoki ayollar uchun yaratilgan. Ona, singil, sevgan yor, do'st. Har bir ayol hayotimizda beqiyos o'rin tutuvchi mehr, ilhom va nafosat manbaidir. Ularning mehri bilan dunyo ravshan, ularning tabassumi bilan kunlarimiz fayzli. Ayol bu nafaqat go'zallik, balki kuch-g'ayrat, matonat va bag'rikenglik ramzi. U farzandining baxti uchun har qanday sinovga dosh beradi. Oilasi uchun mehnatdan charchamaydi. Jamiyat taraqqiyoti uchun o'z hissasini qo'shadi. Bugungi kunda ayollar nafaqat oila gultoji, balki jamiyatning yetuk va faol a'zolaridir. Ular ta'limda, tibbiyotda, fan tadqiqot sohasida, ishlab chiqarishda, hatto murakkab tarmoqlarda ham o'z salohiyatini namoyon etmoqda. 8-mart bu faqat bir kunlik bayram emas. Bu kun mehr va e'tibor kuni. Bugun har bir ayol mehribonlik va muhabbat, e'tirof va hurmatga to'la so'zlarni eshitishga haqli. Aziz va muhtaram ayollar, har bir kuningiz shodlik va baxtga to'lsin. Yuzingizdagi tabassum hech qachon so'nmasin. Qalbingizdagi muhabbat har doim atrofga yorug'lik va iliqlik ulashsin. Bayramingiz muborak bo'lsin.